Assalamu alaykum. Cemaat amanlarınki müş vaqt xayrlik bolsun. Bugünkü leksiyarimizde bizninki vatanda şu AIDS kesinin aldığını eriş kesip bilen şugullangan hem de Xitayninki Şanghay şehirlerinde şu AIDS kesili hem de kesinliklerin aldığını eriş kesip boyunca muntazam to'liq kursini o'qishni bitkazib vatanda 15 yil mush kasb bilan shug'ullangan Farhat Yadigar qarindishimiz mushuni to'g'risida leksiya bermoqchi. Qanamanglarninki diqqati Farhat Yadigarninki leksiyasida bo'lsin. Farhat. Assalomu alaykum. Dunyoning har qaysi charatiga vatandoshlar, qarindoshlar. Assalomu alaykum. Bu leksiyaga qatnashib berganlarga tashakkurimni bildiraman. Leksiyamni boshlashdan burun bu leksiyaga yaqinda yordam bergan bizning Amerika Uyg'ur Akademiyasidagi Mamtimin apandim, Abduz apandimlarga alohida tashakkurimni bildiraman. Shuning bilan bu AIDSni boshlashdan burun sizlarga bir kichik uchurni bermoqchi. Masalan, bu AIDS deganimiz vatanda bir intayin bir cho'ng bir muhim bir diqqat qilmasa bo'lmaydigan bir kasal bo'lib qoldi. Bu kasal agar mushta taraqqiy qilaversa, bizning millatning mavjudligiga, kelgusiga intayin bir cho'ng tahdid bo'lib qoldi. Xuddi hozirgi vatandagi lager masalasi degandek mushta bir jiddiy masalalarni hisobda qilish darajadagi bir masala. Chunki bu xizmatlar uzun mazgil shug'ullangachqa, ishga ahvollarini bilgachga bu xizmatning jiddiyligini shuna tonib yetgan. Tuvanda bu kasallikka asosiy bildirim so'zlash jarayonida o'zimning 15 yillik xizmat jarayonidagi tajribamga asosan bu xizmatniki ba'zi o'zimni xulosalagan xulosalarimni sizlarga tunishtirib o'tmoqchi. Tuvanda sizlarga bu kasallikki asosiy savodlarini so'zlab o'taman. Bu AIDS degan nima deganda, bu AIDS degan meditsinadagi ismi erishma xarakterlik immunotkamlik yig'indi alomatlari deb ataldi. Bu kasal odamning badanidan o'zigidan paydo bo'lmaydi. Xuddi qon besim, boshqa yurak kasal degandek, undan o'zigidan paydo bo'lmay, balki sirtqi muhitdan, sirtqidan qabul qilgan bir kasal. Aniki bu kasal sirtdan badan kirgandan keyin badanda har xil alomatlar bo'ladi. Bir kasalda AIDS kasallik bo'lgan alomatlar, yana bir AIDS kasallik bo'lgan alomatlar tamoman o'xshash bo'lmaydi. Lekin ko'pincha bir asosan o'xshab turgan bir alomatlar bo'ldi, lekin hamma alomatlar teng ko'rilmaydi. Şuna bir kasalda bir iki alametler görüş mümkün. Bazı kasallarda 5-6 alametler teng görüş mümkün. Şuna bunu yığında alametleri de atıldı. Bu kasal 1981 yılı Amerika'da tuncu qatım bayqalgan. O vaqtda Amerika'da alayidlar kishi to'pi yana hamjinslar orasida tarqalgan. Shu vaqtda Amerikadagi mutaxassislar buni kasallik manbasi AIDS virusini bayqab chiqmagan vaqt bo'lganligi uchun bu kasalni maxsusmuş alayidlar kishilar orasida tarqalgan kasal o'xshaydi deb o'ylab qolgan. Lekin 1983 yılı Fransiyaning Bastil tajribaxonasida bu kasalning AIDS virusidan yuqumlanganligini tajribaxonada arib chiqargan. Bu kasallik manbasini dastlabda bu Afrikadagi orangutan shimpanzan taqalgan deb mushta qiyos qilgan. Buningda hech qanday bir fan texnikani isbotlash yo'q, bu faqat bir qiyos deb fan texnikadagi. Bunun aniq 100% isboti yo'q. Chunki shu Afrikadagi bir qism yerlik millatlarniki urf odatda bir kasal bo'lib qolsa, shu yerda shimpanz orangutanning qinini badanga sursa saqiydi degan shunday xurafiy ko'z qarash bo'lg'achqa, shu sababdan yuqumlangan bo'lishi mumkin deb Açtık kıyasla. Bu kasalning manbasi bo'lsa AIDS virusidir. AIDS virusi bu AIDS kesini keltirib chiqardi. Uni to'liq atilishi insonlar immunotkamlik virusi deb ataldi. Inglizda human immunodeficiency virus deb ataldi. Har bir xatniki oldingi bir cho'ng harfini olib HIV deb ataldi. Bu virus badanga kirgandan keyin nuqul alda bizning immun sistemimizga buzg'unchilik qildi. Bizning badanimizda nerv sistemimiz var, hazm qilish sistemimiz var, qanal sistemimiz var. Anikin badanimizda muskul sistemi deydi. Har xil bizning badanimizni normal harakatlantirgan bu sistemalar var. Bu virusniki vazifasi badan kirgandan keyin bizningki kasallikdan saqlaydigan bizning immun sistemimizga nuqtaliq hujum qildi. Immun sistemimizning ichida T-limfa hücresi deb atalgan bir hücre var. Bu hücre iki türlü bölümde bir CD4, CD8 deb ayrıldı.
bu hücre məxsus CD4 hücresiga hücum qildi. CD8 CD4 hücresiga hücum qildi. Bu CD4 deganimiz bizning badanimizda kasalliklarni qo'g'dab turadigan bizning badanimizga bir armiya. Masalan, sirtqi jihatdan viruslar kirsa, bakteriyalar kirsa, kasal paydo qiladigan zararli buyumlar kirsa, shu buyumlarni badanimiz tozalab chiqaradi. Shundaqla badanimizda kunda bizda yomon sifatli o'sma, har xil badanimizda o'zigidan paydo bo'lgan işte o'smalar bor. Bu o'smalarni shu bu badanimizga shu CD4 hücrelari vaqti-vaqti tozalab turdi, o'tirib turdi. Shunga biz sog'lom tura olamiz. Endi virus badan kirgandan keyin bu CD4 hücresini o'tirdi, badanimiz davomli ishlab chiqaradi. Shuni buniki o'tirish surati, ishlab chiqarish suratini ishib ketgan vaqtida mana ko'rgandek, mana 2 yil, 4 yil, 6 yil, 8 yil degandek jizlarning o'tishi bilan CD4 hücresiniki miqdori azlab, virusning soni ishib mangdi. Shunda eng oxiri o'tir hisobla 8 yildan keyin odam kasallikka taqobil tura olmaydigan holga tushib qolib, shunlar rak, boshqa kasallarga, yuqumli kasallarga oson giribdor bo'lib, shu kasallar sababini o'lib ketadi. Bu AIDS virusiniki yuqori elektronlik mikroskopda ko'ringan shakli. Bu tarqalish ahvoli, bu dunyodagi ahvolda 2019-yilning oxirigacha AIDS sababli 38 million odam AIDSdan yo'qolgan, 30 million odam hayotini orlib bo'lgan. Endi Xitoyda bo'lsa 2018-9-yilning 30-kunigacha yo'qolganlarning umumiy soni 850 ming atrofigacha, o'lib bo'lganlar bo'lsa 260 ming atrofigacha. Bizning vatan Sharq Turkistonda nurg'un materiallar vatanni qolib qoldi. Shuni hozir qo'llanib bo'lgan 2015 vatandan chiqqan, shu 2014-yilning oxirigacha bo'lgan sonliq ma'lumotlar bor. Qo'limda shu buni bir kirgizdim. 2017-yilda bo'lgan torni izsam bu sonliq ma'lumot chiqdiki, buning ichida o'lganlar soni yo'q ekan. 2014-yilning oxirigacha jami yuqumlanganlar 43500 atrofida. Buning ichida o'lib bo'lganlar 88300, hayot turayotganlar 35000 atrofida. Bu 2014-yilning oxirigacha, 12-yilning oxirigacha. Men torni izlagan materiallardan bayqaganimda 2017-12-yilning oxirigacha 56 ming odam o'lib yuqumlangan deb uchurni topdim. Bu dunyoning ahvoli. Dunyoniki 2019-yilning oxirigacha 38 million odam yuqumlanib bo'lgan umumiy soni. Ichida Qur'oniga yetganlar 36 ming. İçidik ayollar 19 ming, erlar 17 ming, ayollar 17 ming, erlar 19 ming. Kichik 15 yoshdan tuvan bolalar 1 million 800 ming. Bu tuvanik bo'lsa, butun Xitoyda va bizning vatandagi AIDSning tarqalish ahvoli. Mana hozir turgan yerlar AIDSniki tarqalish ahvoliniki og'irroq bo'lgan rayonlar. Biramni ko'rish vatanimizga ahvoli xilla og'ir. Bu rasmda olib qolsa, birinchi ustidagi rasm AIDSning rayonlarga tarqalish ahvoli. Shundaqla qiynoq rangdagisi, jigar rangdagisi AIDSniki ko'proq tarqalgan yerlari, unda qizil rayon, unda yeşil rayon. O'rtadagi rasm bo'lsa, AIDS bilan o'lganlarning soni. Jigar rang rayon eng yuqori rayon, qizil rayon o'rnida 2-chi o'rin turdi, yeşil rayon 3-chi o'rin turdi. Eng tuvandagi rasm bo'lsa, AIDS bilan yangi yuqumlanganlarning soni. Mana bizning mamlakatimizda eng yuqori turadi, jigar rangda. Bunun yana bir alayda eslatib qo'yish tegishli fikri va bu nüfus zishligi nazarga ilinmagan buningda. Bu faqat AIDS bilan yuqumlanganlarning soni nazarga ilingan. Hammalar bilamiz, ishkirdi Xitoylarning nüfusini aytdi zich. Chunki ularniki nüfus bilan yuqumlanganlarniki son nüfusga nisbatlashtirayotgan vaqtda bizning vatanniki yuqumlanuvchilar, mayli o'lguvchilar olib qolsin, tarqash ahvoli olib qolsin, hammada va mush Xitoy bo'yicha hammada yuqori o'rin turadi. Buningda nüfusning zichligi nazarga ilinmagan. Faqat yuqumlanganlar sonida nazarga ilingan. Tuvaniksi Xitoy bo'yicha 2010dan 2018gacha AIDS bilan yuqumlanganlarniki, ya'ni hayotlarniki statistik jadvali. Buni ko'rish qo'lga yildan yilga egizlab ma'lum. Eng oxirgi 2018 ni ko'rsak, buningda Q3 deganimiz 3-faslgacha degan gap. Agar 4-chi faslniki buningga qo'shilmagan, agar 4-chi faslniki qo'shilsa, yana buningdan egizroq bo'ladi. Yildan yilga ishlayotgan gap.
Agar bu ayz virus kontrol bo'lgan bo'lsa, bu bir siziq bo'yicha davomlashib mangan bo'ldi. Yoki bo'lsa past qarab mangan bo'ldi. Amniyatda ayz kontrol qilmay yildan yilga ish berayotganini ko'rsatib o'tadi bu grafikdan. Tuvanlik bo'lsa Xitoydagi 2010dan 2019gacha ayz bilan yuqumlangan o'lishnikki soni. Buni ko'rishga yildan yilga ishlayotgan bo'ladi. Ammo 2019 yilniki faqat yarım yillik sonliq ma'lumoti. Keyingi yarım yilg'ini agar izlab topgan bo'lsak, balki bundan biroz yuqori bo'lib, oldingi yildan egiz bo'ladi, yuqori bo'ladi. Bizning Sharq Turkistondagi yuqumlangan sonning yillik ko'rsatmasi bu jadvali. Bizning Sharq Turkistonda 1995-yili Qumul shahrida ishkirdan kelgan bir ishlamchi Mangdur Xitoydan bayqalgan. Şunun tatip hozirgacha 2014-oxirigacha yildan yilga ishib bo'lgan statistikada. Bu ish nisbati hatto 45 gradusdan yuqori ketgan surati. Nihoyat tez demakchi. Bu jadval bizning vatanimizniki 2019-19-yili 2019 Sharq Turkistondagi AIDSning tarqalish ahvoli. Bu qiynaqlik bo'lsa, AIDSniki bakrak tarqalgan rayonlar, masalan Qashqa, Aqsu, G'ulja, Urumchi, Turpan rayonlarida. Unda qolsa Halirang rayonlar, O'tiral tarqalgan rayonlar. Masuz rayon bo'lib qolsa, Seriq rayoni bo'lib qolsa, shimal taraf azroq tarqalgan rayonlar. Emniyette bizim vatandaki 16 oblast, vilayet rayonlarının hem yerde AIDS virüsünden yuqumlananlar bayqalgan. Birmi yuqumlanan yeri yok bizim vatandaki dairesinde. Bütün bulunmuşqaqның hem yerde AIDS virüsünden yuqumlananlar bayqalgan. Tüvenlik sosqa ama tordan izlep tapqan bir AIDS'niki Sharq Turkistondagi yillardagi yangi yuqumlananlarniki tarqalish ahvoli. Bu her yili yangi yuqumlananlarniki soni. Ko'k to'ri ko'p qolsa, AIDS bilan AIDS kesilib bo'lib bo'lganlar, ma seriq egiz to'riqlar AIDS virusidan yuqumlanuvchi, AIDS virusini ilib yurguvchilarniki statistikasi. Bu her yıl iş beriyotgan masalan, ba'zi yilda tuvanroq bo'lgan bilan balki statistikada masala bo'lgan bo'lishi mumkin, lekin bu ko'rsatkichda statistikada davomli ish shaklida qarab mangan vaqt ko'rsak, 2017-yilga qarasak ko'ramiz ishlayotganini. Chunki vatanniki muqimsizlik ahvoli muqimlikqa bakrak e'tibor berishgan, ma xizmatniki saltirib so'zlab o'tmay to'g'riliq, muqimlik xizmatniki AIDSni oldishga ta'sir ko'rsatgan to'g'riliq. Şu sebepten yıllar olan yılların statistikte azırak farklar var bununda. 2017 ahirətçə bizim vətəndə yuqumlanışlarınki umum nüfus qısılaşdırğan vaxtda 0,23% bolğan. Yəni hər 1000 adamın içində 2,3 adam var deyə gəp. 2 adam yuqumlanıb oldu deyə gəp. Bunun da yana bir sözləb ötüşdüyü yeri AIDS'niki dastlabki vaqtlarda masalan 2006-yildan burun, 2006-2007-yildan burun asos jihatdan alayli kishilar to'pining orasida tarqalgan. Ya'ni oq chekkanlar orasida ishbirsni o'rtaq ishlatib, xroinni o'qul qilganlar orasida tarqalgan. 2006-2007dan keyin bu tarqalish shakli majlis jihatdan tarqalish shakliga o'tib, normal kishilar to'piga qarab tarqalishga asosiy o'rin egallagan. Onundan burun asasen 80%'den yukarı 70% adamlar asasen akçıgıdığanlar arası olup kalsa 2006-2007 tedirici halda 80%'den yukarı adamlar cinsi cihetin tarqış cihetki ötken. Tüvenlik olup kalsa hoşnut devletlerdeki AIDS'niki nüfus nispetleştirilgen tarqış ahvali. Bu 2014-yillik statistik ahval. Bunu görülüş oldu ki bizim vatanda nüfus zıştığı söylüştürgen vaxtda Uygurların tarqış yuqumluş ahvali intayin ağır. Türkiye, Afganistan qatar devletlerde tüvenrek turğununu görümüz. Hem de AIDS'nin tarqılışniki qandaq şekilde tarqıldı. Tarqılış mənbəsi nima degan vaxtda birincisi tarqılışның mənbəsi AIDS virusi ne elib yürgüçüler. Yani AIDS'dan yuqumlanğıçlar. Bu iki türlü ayrıldı. Birisi
aydiz kesillik bo'lib bo'lganlar, yana birisi aydiz kesilini apshirgan, amniyatda sirtdan qarasa saq odamda ko'ringan odamlar. Buni aydiz virusini ilib yurishlar deymiz. Aydiz virusini ilib yurishlarni yana bir ikki turkumga araymiz. Bu dastlabki vaqtda yuqumlangan vaqtda bir ko'zak davri bor. Ko'zak davri odatda 2 haftadan 3 oygacha bo'ldi. Ko'zak davri nima deganda, bu vaqtda doktorxonaga berib, tekshirish organlariga berib, qinni tekshirsa aydiz virusi tekshirib chiqolmaydi. Amniyatda o odamning badanida aydiz virusi bor. Bu mezgilni ko'zak davri deymiz. Ko'zak davri o'tgandan keyin qinni tekshirsa, badanda aydiz virusi bor deb chiqadi. Bu ko'zak davri intayin xatarlik bir mezgil bo'lib, tekshirsimi chiqmaydi, sirtdan qarasam saq odamda ko'rindi. Shu bu odamlarning boshqa odamlarga yuqtirish taqsiz ehtimolligi intayin yuqori bo'ldi. Uning ustiga bu aydizni ilib yurgishlar hech qanday o'z alomatlar bo'lmaganligi uchun o'zini saq odamdek his qildi. Doktorxonaga bir tasoddifiy holda tekshirib qolmasa, bir mezgil ishlar o'rnida yoki o'zi masalan o'zi aktivlik bilan bir tekshirmasa, o'zini saq odam hisoblab, jamiyatda normal odamlarga o'xshash ish harakatlarda bo'laverdi. Bu jarayonda xatarlik harakatlar bo'lib qolsa, masalan, boshlar bilan jinsiy harakatlar bo'lib qolsa yoki qinni boshlarga ishlatishga ba'sa, boshlarni yuqumlantirib qo'ydi. Ikkinchisi aydiz kasallari. Bay degandek bu oxirgi mazgil kelgan vaqtda badanda kasallik alomatlari ko'ringan vaqtlari. Oldingi qismi masalan aydiz virus ilib yurishlarniki vaqti o'ttir hisobdan 7 yil atrofida bo'ldi. Chunki bir odamdan badan saposi o'xshamaydi. Ba'zi odamlar 5 yil bo'lishi mumkin, ba'zi odamlar 10 yil, hatto 15 yil bo'lishi mumkin. Kasallik alomatlari qo'zg'almagan mazgillari. Lekin o'ttir hisobdan 7 yil atrofida bo'ldi. Aydiz kasalliklari vaqti o'ttir hisobdan 1 yildan 3 yilgacha bo'ldi. Tarqalish yo'llari. Bu asosan 3 xil yo'ldan tarqaldi. Birinchisi qondan tarqaldi, ikkinchisi jins nosatdan tarqaldi, uchinchisi onadan aydiz bo'lib qolgan onadan bola tug'ish jarayonida bolasiga buvoqqa yuqdi. Qondan yuqish degan vaqtimizda masalan ko'pincha zahar chekkanlarda dastlabkidan bayqalgan bizniki ko'pincha odamlar ishpirisni o'rtaq shiltib zaharni bir ishpirisga tangshab, ishpirisga zaharni atrofdagi hammasi bir sulib bo'lgandan keyin ikkinchisi bir oldingi qadam ishlatgan ishpirisni hech qanday dezinfeksiya qilmay ikkinchi odam ishlatsa, o ishpirisdan uchida qon bo'lganligi uchun birinchi odamdan keyin ikkinchi odam shu yuqib qoldigan gap. Yana birisiga qon mahsulotlarini ishlatish orqali Xitoyda 85-yil atrofida xonanda qon setish nihoyat og'ir bo'lib ketgan vaqtda Namrat o'g'ashqa kishilar jon boqolmay u yerda qinni setib jinni vaqtga ahvollar bo'lgan. U qandaq ahvol bo'lgan desanglar, masalan, shu yerda qon sotuvchilar ayni vaqtda hukumat uni to'sib ketmagan. Hukumat bilsa-mu, qonunsiz bo'lsa-mu, uni to'smagan. Chunki u yerda foyda manfaat bo'lganligi uchun, ham qonga ehtiyoj bo'lganligi uchun. Shuning uchun u yerda xalqlarni tezroq qoni texim jiqilish uchun mundaq bir ishni qilgan. Masalan, 10 odam shu kuni masalan qon ilish punkti, qon sotilgan punktga berib, qin sotgan bo'lsa, har bir odamdan 500 millimetrdan yarim kilodan qon olgan bo'lsa, hammasini cho'ng bir chelakning ichiga to'kdi. 10 odamning qinini bir to'kka 5 kiloluk qon bo'ldi. Buni bir markazning qashmi bir uskunasi bor. Shu uskunning ichiga qo'shib, ichida peqirtib, ustidagisi qon plazmasini oldi. Aslı qapqog'ini eg'irroq qonniki qizil qon donishlari. Bu qon sotuvchilar kerak bo'ldig'ini faqat ustidagisi suyuq bo'lgan qon plazmasi qismi. Shuni evilib ast tarafdagi qon donishlarini, ya'ni o'nga bo'lib, qonni sotganlarga qaytadan badaniga urib kirgizib etgan. Unda qilgan vaqtda qon sotuvchilarning badani ishtirak asli keladi. Uzun vaqt bo'lmagan vaqtda qayta kelib, ya'ni qonni qayta sota oladi. Mushtaqlashliq qon sotuvchilar texnik foydaga erisha oladi. Mushtaqlash jarayonida ichidagi bir odam ayzib qolgan bo'lsa, ash qonni bir chelakning ichidagi qaytadan taqsim qilgan odamning hammasi ayzdan yuqumlangan. Mushtaq usti orqali shu yerda portlash xarakterlik ayz tarqalib, keyin hukumat buni cheklash orqali mushtaq bir ishlar bo'lib, bu dunyo xarakterlik bir voqealar bo'lib ketgan ayni vaqtda. Ham bu keyinmi tekshirish usuliniki mukammal bo'lmasligidan bir qism odamlar qonni setib qon mahsulotlarini ichiga bulg'onga qolib arishib ketgan ehtimollar bor.
Shuning uchun esimizda bo'lsinki, mayli qayerda bo'laylik dunyoniki, hayotimiz xavfga yetmaguncha hargiz qon mahsulotlarini ishlatmasligimiz kerak. Mushadam o'lab ketadi qon samsa degan vaqtda uni qasilish kerak. Hatto ba'zi mahsulotlar bor, sog'lomlik uchun ishlatiladigan, badanni kuchlantiradigan qon mahsulotlarini ishlagan. Buni qat'iy ishlatmaslik kerak. İkinci yol cinsi jihatdan tarqalish yo'li. Buningda ko'pincha liqimdagi o'xshamagan jinslar tarqalish, ham jinslar orqali tarqalish deb ikki turga ayrildi. Uchinchisi ondan bolaga yuqishlaydi. Masalan, aydiz bo'lib qolgan ona bola tug'ish jarayonida hech qanday o'ziga oldin olish tadbirini qo'llanmagan vaqtda bolaga yuqish nisbati 30% bo'ldi, 30% atrofida bo'ldi. 70% ahvolda bola sog' tug'ildi. Agar oldin tadbirlarni qo'llansa, masalan, aşı amildar bo'lgan aydiz bo'lib qolgan ona tug'ishdan burun EZT deb bir dori bor. Shuni yeb olsa, andan o'tgan vaqtda operatsiya qilib tug'dasa bolani, u vaqtda bola asos chatdan sog' tug'ildi. Bola aydiz bo'lib qolmaydi. Hatto shu bola ona aydiz bo'lib qolgan vaqtda 9 oy qo'saq tursimi, aydiz bo'lib qolgan onaning qo'sig'i tursimi, aydiz bilan yuqumlanmaydi bu bola. Chunki bola yotqandan keyin amrayda aydiz virusini suzib oladigan iqtidori bor. Bu yo'qish yo'llarinki karton shakli. Endi aydiz bilan yuqmaydigan yo'llar qaysilar degan vaqtda asos chetdan nurg'un ish harakatlarimizda aydiz bilan yuqumlanmaydi. Masalan, bizda tamoq yeyish, hatto aydiz bo'lib qolgan odamning ichib qolgan tomog'ini yevasak bizga yuqmaydi. Bizning oshqozonimizda hech qanday yara bo'lmasa, og'zi ichilib qolgan yara bo'lmasa, bizga yuqmaydi. Ikkinchisi emgak qurollarini o'rtaq ishlatish. Masalan, boshqalar ishlatgan bolqa, ambur yoki musa oshxona bo'lib qolgan musa sapliq bu ishlarni o'rtaq ishlatsa undan yuqmaydi. Uchinchisi o'rib xarakterlik qo'llashib ko'rishish, quchoqlashish, ayollarniki o'rib odatlikda mangziga suyib ko'rish degandek bunday odatlardan aydiz virusi yuqmaydi. Onda taraf qatisini o'rtaq ishlatish, o'tirib ishlatilgan, pash chiqish, pul bilan qator ishlatish degandeklardan yuqmaydi. Mana pash chiqishni alayda so'zlab o'tay, chunki pash degan qondan aralashgandan keyin bas tushunmaslik ehtimoli bo'lishi mumkin. Mushkamcha dunyoning har qanday yerda pash chaqqandan aydiz virusi yuqumlanganligining hech qanday isboti yo'q. Pash chaqqandan aydiz virusi yuqmaydi. Nimishga degan vaqtda pash chiqib bo'lgandan keyin bir odamni ikkinchi odamni chaqmaydi, qo'sib to'ygandan keyin. Ikkinchidan pash chaqqandan keyin pashniki ichidagi o qo'suvdagi o'nchilik qon yamir odamni yuqumlanishga yetmaydi. Bu yerda bir eskartib qo'yay. Aydiz virusining yuqishida 3 shartni tang hozirlash kerak. Bu 3 shartniki qaysi birisi kam bo'lib qolsa aydiz yuqmaydi. Bu 3 shart qaysi degan vaqtda birinchisi cho'qim aydiz virusi bo'lish kerak. İkincisi bu aydiz virusi bor bo'lgan qon, badan suyuqligi, ikkinchi bir odamning badaniga qon aylanma sistemasiga kirish kerak. Üçüncü shart yetarli miqdorda bo'lishi kerak. Aydiz virusiningki miqdori yetarli bo'lishi kerak. Bu 3 shartniki xohlagan birisi talabni qondira olmasa aydiz virusi yuqmaydi. Masalan, bir stakan aydiz virusi qon bor. Onu mening masalan qo'limning ustiga to'kib etdim deydi. Mening qo'limning ustida hech qanday yara yo'q. Men qo'limni yuvatsam, menga yuqmaydi. Chunki u mening qon aylanma sistemamga kirmagan. Onun ansirash ketmaydi. İkincisi yetarli miqdor degan qancha degan vaqtda buni hech kim isbotlab baxmagan, buni isbotlash nihoyat tez. Bir odamni cho'qim yuqumlantirish kerak o vaqtda. Bu insoniyatga to'g'ri kelmaydi. Lekin ash pashining qo'ng'ishli qon uning miqdoriga yetmaydi degan gap. Shuning uchun pashningki yuqtirmash sabab 3-chi yetarli miqdor degan bu shartga tushmaydi. Birinchi shart aydiz virusi bo'lish degan gapni tushuntirishning hojati yo'q. Cho'qim aydiz virusi bo'lmasa aydiz virusi yuqmaydi. U aqlli savod. Tuvandagisi aydizning yuqmaydigan yo'llariniki karton shakllari. Qanday kishilar oson yuqumlanib qoldi degan vaqtimizda har qanday odam oson yuqumlanib qoldi. Buning ichida bakarak yuqumlanib qolganlar zahar chekuvchilar, ya'ni zaharni tomirni o'kul qilganlar, fohishalar, hamjinslar, jinsi turmushi qalayim qollar, jinsi amroy ko'p odamlar. Yana birisiga aydizdan yuqumlanib qolgan onalarningki tug'ilgan bolalari.
Bulgan qanlarni ishlatkichlar. Yani her qandaq masalan qon buyumlarini ko'proq ishlatgan odamlar ayzdan oson yuqilib qoldi. Yuqish ehtimoli cho'ngroq bo'ldi. Hamda ayzniki eng oxir kasallik bosqichiga kelgan vaqtda qandaq alomatlar bo'ldi deymiz. Adam masalan yangi yuqumlangan vaqtda ayz virusiniki zukamdak alomatlar bo'ldi. Ki qadamlar balkim zukam bo'lib qoptimi deb buni zukam bilan bog'lab ayz zuqqanligini o'ziga his qilmay o'zidan saqlayib ketadi bu. Masalan, tuvan temperatura qizadigan, tushkuradigan, muskullar og'riydigan ish qilib zukam bilan o'xshaydigan alomatlar paydo bo'ldi. O'zidan saqlaydi. Shunlar o'tib ketadi. Eng oxiri kasallik boshqadan qo'ymoqda 7 yildan keyin 8 yildan keyin immun sistemimiz ozlab kasallik alomatlar paydo bo'lgan vaqtda badanda ko'proq ko'radigan alomatlar davomli qiziydigan, davomli mag'dursiz qiladigan, muskullar og'riydigan, tez surat o'riqlab ketadigan, davomli ish suradigan sababsiz. Ya'ni terilarda har xil suluq qapartmalar paydo bo'ladigan, badanda shu bo'yinlikka, chat atroflarida, qo'ltiqlarda shu bezlar yo'qolib ketadigan, jigar tallari yo'qolib ketadigan mushtaq alomatlar ko'rildi. Hani yaman sifatli o'smalar paydo bo'ldi, o'pkisi qurt tushdi, sil kesilib paydo bo'ldi, o'pkisi sil kesilib bo'lgan, oson giribtor bo'lib qoldi, mushtaq alomatlar paydo bo'ldi. Ko'p ko'rilgan kasalliklar. Ya'ni o'pkisi qurt tush deymiz birinchisida. İkincisiga sil kesal deb ataldi. Ya'ni kapusi o'sib deydi, bu ko'pinchisi eg'iz bo'shliq atroflarida qildam qon to'pirining uchlarida bo'ldi. Lekin to'rtinchisi jiddiy xarakterlik mengi yollig'i, ikkilamchi xarakterlik mengi yollig'i degandek mengi qismida o'zgarishlar paydo bo'ldi, kasallik alomatlari bo'ldi. Eg'iz bo'shliq atrofida, ishlamish parda atrofida yollig'lanishlar bo'ldi. Teri kasallik oson giribtor bo'ldi. Ko'z kasallik, böbrek ishqib nihoyatli ko'p nihoyat universal xarakterlik ko'p kasalliklar tan ko'riladi shu odamning badanida. Bu to'rdan topgan mush kasalliklarningki rasmlik ko'rinishi nihoyat o'riqlab ketadi. Eg'iz bo'shliqda ko'rilgan kasalliklar, bakteriya kasalliklari va teri raki va ba'zan yo'g'onab ketishi. Aydiz virusi qandaq diagnoz qo'yamiz degan vaqtda birinchisidan u odamning ish harakatini so'raymiz. Xatarli ish harakatlarda bo'lib qolganmi deb so'raymiz. Masalan, sirtda jins munosabatda bo'lib qolganmi? Benormal. Aniki heroinni o'kul qilamdi degandek shundaq qon mahsulotlarini ishlatib qolganmi? Boshqa yaxshi bo'lmagan ambulatlar tishlab qizganmi degandek mushtaq kasalliklarga surishtiramiz. Aniki onun badanida sababsiz immunot kuchini to'lab ketganligi bormi yo'qmi shuni kuzatamiz. Ani badanda o'riqlashlar bormi, qizish alomatlari bormi deganni kuzatamiz. Badandagi limfa sistemlari yo'g'onab ketganmi, shularni kuzatamiz. Aniki eng muhimi odamning qinini olib, qinni tekshiramiz. Bu qonni tekshirishda ikki bosqich bo'ladi. Birinchi bosqichda dastlab qadamlik tekshirish deymiz. Bu dastlab qadam tekshirishnikida tez chiqadi. To'g'rilik darajasi bir qadar yuqori bo'ldi, xili yuqori. Buningda ba'da chiqib qolsa, undan buni ikkinchi muqimlashtirish tajribasiga topshirib beramiz. Uni ishlash kerak. Eng oxiri muqimlashtirish tajribasidan ba'da chiqqan vaqtda undan qonuniy kuchga ega natijani bemorning qo'liga beramiz, yuqumlanuvchining qo'liga beramiz. Birinchi qadamda tez surat tekshirishda natija ba'da chiqib qolsa, uningda qonuniy natijani berolmaydi. Cho'qim ikkinchi qadamda muqimlash tajribasini ishlagandan keyin undan natija chiqadi. Ikki xil tajribadagi ishlash usullari o'xshamaydi. Aydiz kasalligi shaxsga, jamiyatga, davlatga keltirgan ziyonlari. Bu kasal bir saqaymas kasal. Hozir jamiyatda shu bo'layotgan buningki davolash usullari ko'pincha aydiz virusining badaniga ko'payishini tezgirlaydigan dorilar. Bu dorini bir umr yeyish kerak. Agar bu dorini o'tirib to'xtatib qo'ysa, o aydiz virusi badanda qaytadan ko'payib, u odam yana ishtiqla bu odamni aydiz kasalidan ishtiqla o'tirib qo'ydi.
Hamda bu aziz kasalning dori ko'pincha ximiyalik dorilar bo'lganligi uchun bu odam aks ta'sirini bir qadar kuchliroq bo'ladi. Lekin bu dorini bir ömür yegan vaqtda badandagi AIDS virusini tuvanlatib, kontrol qilib, tekshirib chiqamaydigan tushirib qo'ydi. Lekin bu dorini darhol to'xtatgan vaqtda bu AIDS virusi portlash xarakterli tez suratda ko'payib, qisqa mezgilning ichida bu odamni ishtiqlan lekin aziz kasal bilan aql kasalga giribtor qilib qo'ydi. Shuning uchun bu dorini bir yeyishni boshlagandan boshlab bir ömür yeyish kerak. Hammalar bilamiz, NBA'niki burun 90-yillarda nayt bir dağınlıq bir basketbol soğan O'Neal deb. O'Neal mı bir egiz bir dağınlıq basketbol soğan. Şu aytib qolgan. Lekin iqtisodiy bo'lg'achqa yaxshi to'rlarni elib, hozirgacha o'zining hayotini davomlashtirib kelyapti. Ana bu qanday bo'lmasin, bu aytib qolgandan keyin bu shaxsning o'ziga nayt bir ro'yjatdan bir azob olib keladi. Çünkü bu saqaymaydigan kasal bo'lganligi uchun unisiga bu boshqalar bilib qolsa, buni kamsitib, buni qichib, bundan kamsitgan ahvollar bo'lganligi uchun o'zi bir nayt ro'y bismis qildi. Xuddi o'lib ketgandek boshlarniki kamsitiga jamiyatni tadqiq qilishga uchraydigan mushtaq ishlar bo'lg'acha o'zini qo'rqib, o'zini kamsitgan ahvollar psixik alomatlar bo'ladi. Ondan boshqa uning oilasiga ro'y bismlarni olib keldi. Şu aile bir adam ayzub qalsa, atrofdagi qo'lim qo'shnilar, jamiyatlar, maktab, xizmat organlari buni chet qaqadigan, qochadigan ahvollar keltirib chiqardi. Shuningdek oilaningki umumiy ahvoliga ta'sir etadi. Undan boshqa iqtisodiy besim, ro'yi besim, jamiyatni chetga qilish qatorliq ahvollarga uchraydi. Undan boshqa er-xotinlik munosabatlarga ta'sir etadi. Bir taraf ayzub qalsa, ikkinchi bir taraf uni qechib balkim ajrab ketishi mumkin yoki jiraqlishi mumkin, er-xotinlik munosabatlari buzilishi mumkin. Nikahı kriz uçuraydı. Üçüncüsü, bir kısım adamlarda cemiyetin üçülüş karakterlik şundaq psik buzuş alametleri buluşu mümkün. Vatanda bunda ahvallar körülgen. Hükmü işkirdi Xitaylarda başta boğan. Özü yuqumlanğan ekan, bu haq manga yuqtadi. Men begona adamdim. Menmi cemi haqlar yuqtirib, manga o'xshash shundaq bir mushkisanlar shundaq manga kelgan azobini boshlam ketish kerak. Deb müştaq psixik buzg'an odamlar jamiyatga sarosima silib, jamiyatga buzg'unchilik olib kelgan ahvollar ko'rildi. To'rtinchidan, davlatning moliya va sayyaniki iqtisodni xo'rtidi. Davlatga eg'ir bisimlarni olib keldi. Bu ajizniki tarqalib, odam soni ko'paygandan keyin, kasallik odamlarni jiqaygandan keyin, buni hukumat kontrol qilmasa, jamiyatga har xil muqimsizlikni olib keldi. Shuning uchun hukumat jiq pullarni ajratib, buni kontrol qilish kerak. U vaqtda davlatning moliyasiga eg'ir bisimlarni olib keldi. Yana bir eng muhim qismi bu aziz bilan yuqumlanuvchilar ko'p qismi quramiga yetgan, mushu ishlab chiqish ilib borayotgan jamiyatniki asos g'olliq odamlari. Bular ko'plab aziz bilan kasal bo'lib o'lib ketsa, jamiyatning ishlab chiqilishiga og'ir darajada ziyonga uchraydi. Davlat mudofaasini qilib turayotganlar mushu yosh quramiga yetganlar, davlat mudofaasimi zo'r darajada chekinib ketadi. Mana bu tuvandikisi Afrikadagi ahvoli nihoyat og'ir bo'lgan aziz bilan yuqumlanuvchilarning davlatlarning statikasi. Mana buni ko'rish bo'ldiki, davlatning Eswatini degan davlatlarning bir og'izning 17% hozir aziz bilan yuqumlanib bo'ldi degan gap. Lesotho degan davlatlarmi 17%. Afrikaning ko'pincha g'arbiy joylashgan davlatlar bu. Amerika'nın ko'p qolsa, Aptun ağasınki 0.34% azizdan yuqumlanib bo'lgani bo'ladi. Bay bizning davlatimizga Uyg'urlarning yuqum soni 0.123 deb ko'rsatib o'tdik. U mutlaq son emas. Tuvandagi o'zimniki 15 yil jarayonida bizniki vatanimizda aziz Uyg'urlarning nima uchun yuqish nisbati bir qadar yuqori bo'ldi deganga o'zimniki bir xizmat tajribamga asosan biz yig'inchoqlab chiqargan bir yig'inchoqlik xulosa. Birinchi, hukumatning og'ir darajada mas'uliyat qilishi, ya'ni tashviqotni yaxshi qanot yo'ldirmagan sababidan. Masalan, hukumatningki ko'pincha odatda kasallikni oldini olish 3 bosqichga tarkib topadi. Birinchisi birinchi darajalik oldini olish deymiz. Buni ko'pincha qonun tuzish, har xil sistemlarni qurish orqali amalga oshadi.
ikkinchi darajalik oldin olish deganlarimiz ko'pincha o'sha CDC deydi, tashviqot xizmatlari kasallikni ikkinchi darajalik oldin olish deymiz. Uchinchi darajalik oldin olish deganimiz ma doktorxonalarda berib kasal bo'lib qolgan vaqtda uni davolash bo'lib qolsa, uchinchi darajalik oldin olish bo'ldi. Bizning qilayotgan xizmatlarimiz ma CDC'niki ko'pincha ikkinchi darajalikni ishga kirdi. Buning ichida hukumat hatto birinchi darajaligini shakl jihatdan qilib qo'ygan bilan ikkinchi darajaga kelgan vaqtda amaliy ishlar qilgan vaqtda tashviqotni yaxshi qilmay buni mas'uliyatni ustiga olmagan gap. Biz ko'rayotganlarimiz Xitoyda bo'lsin, vatanda ko'p qolsin, intayin oz sondagi faoliyatlar. Asli undama jiqraq ishlarni qilish kerakdi hukumat. Bu yerda muqimlikni deb va boshqa sabablarni deb o faoliyatlarni kam ko'lamda qanot yoydirmadi. Yetarli bo'lmadi. Ikkinchidan, mablag'ning og'ir darajada virus qarshi davolashga ajratilishi. Paydo o'tgandek bu kasal paydo bo'lgandan keyin hukumat nurg'un iqtisodlarni chiqarib, bu kasallikni oldini olish kerak. Masalan, hukumat bir yilga 1 milliard yuanni Xitoy hukumati ajratgan desak, uning ko'pincha qismi dorini olib davolashga ajratib ketib bordi. Bo'pmi bizning vatanimizda ko'p qism mablag'lar shu davolashga vatanda virus AIDS kesib qolganlarni haqsiz davolayotdi. Masalan, shu muqimlashtirilgan natijasini hukumatdan chiqarib bergan shu AIDS yo'qolib qopti ma odam degan CD4 degan hujayrasi bor bir qog'oz bor. Shuni olib berib maxsus bir davolash punkti bor. Shu olib berib ko'rsatsa, shular hukumat unga haqsiz dorilarni berdi. O davolash payda o'tgandek davolashlar haqsiz bo'lib ketdi hozir. Shu dorilarniki hamma setib oladi, hukumat pul xashlaydi, xalq bergan vaqtda haqsiz berdi. Ko'pincha mablag' shunga qarab ketib bordi hozir. Uchinchi, kasbiy xodimlar og'ir darajada kamchil, saposi tuvan, xizmat ehtiyojini chiqa olmaydi. Biz xizmat jarayonimizda bo'pman 2001dan 2012 yilgacha bir Amerikaning tadqiqotida ish bo'lgan vatandagi. O ikki tadqiqotlar oldi keyin ishladi. 2012dan 2015gacha men o'zimning boshqa guruhga qaytib kelib ishladim. Şu jarayondami butun Sharq Turkistonning har qaysi viloyat, noya hatto yezlig'icha berib tekshirishlarni qildik. Bu janubdagi. Şu jarayonda men tuvandagi xizmatchi xodimlarniki xizmat kasbchiligida noyatda kasbchiligini tuvanlikligini his qildim. Xizmatchi xodimlarni intayin kamchiligini his qildim. Hatto ba'zi yiroq bo'lgan noya yezlarda AIDS kasalini boshqa bo'limning odamlari qo'shimcha ustiga kelib qilayotganligini ko'rdim. Emniyette o rayonda AIDS kasal tarqalish ahvoli bir qadar ko'proq bo'lsa-mu, odam yetishmasligi sababidan AIDS kasalini boshqa bo'limning odamlari qo'shimcha qotganligini ko'rdim. Ham bu qo'shimcha qotgan odamlarning kim AIDS to'g'riliq tushunchasiniki nihoyat yuqori bo'lganligi, tuvan bo'lganligini his qildim. Hem u yerda xizmat to'g'riliq bir-birini og'irnish nihoyat tuvan ig'rika, menga yordam qilmadi, o'qishimda bu yo'q, u yo'q deb xizmatni o'tishdan chiqmayotgan ahvollar ig'ir. To'rtinchisi, kasallikning maxfiyligini qo'g'dash yaxshi ilib berilmay, nurg'un yuqumlansa dori bilan davolashni rad qilib kelmoqda. Paydo o'ttiq vatanda dorini haqsiz beryotdi. Lekin o dorini haqsiz berganlar bir muqim bir ya'ni punktdan birini turg'izib, shu yerga birli kirib chiqadigan eg'izi bor. Hamda u yerni xalqlar sirtdan qarasa, bu dori ilish punktligini bilalaydi-ku. Shunda bo'lgan vaqtda ba'zida men borsam sirtdan qarab meni bu yerga kelib dori olgandan keyin meni AIDSdan yuqumli qopdimi deb bilib qolmisin deb ko'pincha odamlar bormaydi. Dori ilishni rad qildi. Shuning bilan bu davolash teshik odamlarmi davolanmay, eng oxiri AIDS kasallari bo'ladi. Badandagi AIDS virusi texim jiq bo'ladi. AIDS virusi jiq bo'lgandan keyin boshqa odamlarga oson yuqtirib qo'ydi. Baydab o'tdik. AIDS kasalini bay doğru davomli yapmasa badandagi virusni tekshirib tushunmaydigan holatga tushirib qo'ydi. Bu doğruni davomli yapmasmi boshqa yuqtirish ehtimolligi nihoyat zo'r darajada tuvanlaydi. Bu bir ahvol. Yana bir ahvol hukumatniki Astratdan qo'llagan PASH o'rinlarining vatanning janubida ko'plab borliq kelgan. Biz xizmat tekshirish jarayonida tuvanliklarni ko'rdik. Bu tuvanlik janubdagi nurg'un yezi noilarda mushu masalan Xitoy Dapanjixon deb qo'ydiki, cho'nta huquqlilik oshxona deb qo'ydiki. Amniyatda bu shakli o'zgargan bir PASH organlariki. Buni ichida sirtdan qarasa oshxonada ko'ringan bilan ichida tamoq sotganlarniki
Mülazimetçilerin köpüncüsü işlerine tataylar, pahiş ayallar. Buların asas kirimi pahiş ve kılıçlı kirgen kirimlerke. Bu nay yezi umulmuş küttü. Hem de hükümet bundaklarını bilip dursun bundak orlarnikini kanun cihetinde bunu bir taraf kılmay bir gözünü kısıp edip bunun kendi harici köpler payda buluşuna yol koygan gap. Menimçe Xitoy bunun da keyinde Xitoyning qo'li bor deb o'ylayman. Chunki ishkirda nurg'un Xitoylar ishsiz. Buni ishqorlashtirish kerak. Ikkinchidan, bizning vatanda bu yerda bilasizlar, qancha odamlar ko'pincha mushtaq buzuqchilik ishlar ko'proq bo'lib qolsa, Xitoylarning vatanini kontrol qilish ahvoli oson bo'ladi. Shuning uchun buningda garchi bizda isbotimiz bo'lmasa, bu atgan ishlar qarab, buning keldi hukumatning qo'li bor deb gumon qila olamiz. 6-dan Aziz to'g'ri bilimlarni keng xalq ommasiga kengaytmagan, maktablardan darsga kirgizmagan. Biz aytamiz vatan shu chiqishdan burunmi ustidagi azizniki mutaxassislari davomli hukumatga besim qilgan. Men shu vaqtda anglagan bu to'g'rilikmi? Maktabniki ma'rifat sistemasiga kirish kerak, boshlang'ichniki to'liqsizlik o'tir maktabniki kitoblarga kirish kerak. Aziz degan nima? Qandoq oldinish kerak? Buniki savatlar qanday deganini bilgan vaqtda kichikdan boshlab bu aizning oldinish bilimini bilsak, andikin o'zini qo'g'dash eng paydo bo'ldi. Xuddi biz hozir sizlarga so'zlayotgandek, sizlar buni tushungandan keyin andikin o'zi qandoq oldinish tadbirlarini qo'llansa qo'llanmaydigini bilgan o'xshash, buni kichigidan boshlab bolalarga bildirish kerak. Chunki bu kasal bir siyosiyligi kuchli bir kasal. Masalan, Xitoydami bu kasallikni kontrol qilishni baş ministerniki, Xitoyniki şu eng cho'ng baş minister o'z bevosita o'zining xizmatini bir tarkibiy qismi qilib turib, o'ziniki yillik xurasi kirgizdi. Boshqa kasallarniki birinchi baş minister buni kontrol qilmaydi. Faqat birdan bir AIDS virusini Xitoy baş ministeri o'z bevosita kontrol qildi. Ham jamiyatnikiga, davlatning iqtisodiga boshqa kasallarga qaraganda bakrak ta'sir qiladigan, davlatning muqimligiga bakrak ta'sir qiladigan bir siyosiyligi intayin kuchli kasal. Hatto Xitoydan bu kasallik qarta maxsus AIDS'niki nizomida bir qonun chiqargan. Boshqa kasallarnikida bunda maxsus buni qonun chiqargan, bunda ahvollar yo'q. Shuning uchun bu kasallikni alohida e'tibor berish kerak, maktablar darsga cho'qim kirgizish kerak. Lekin Xitoy unda qilmagan. Bu bir yetarsiz taraflari. 7-si hukumat muqimlikni bano qilib, har xil cho'ng tipdagi tashviqot faoliyatlarini cheklagan. Bu 2014-yili biz 2013-yili tuvanga cho'ng ko'lamli tashvishga tushgan. Shu bizniki atalmış 60 aylık Jikundong Shindaydo Kesaknal merkezinden hukumat tashkillab shu yerda sayyan nazoratni tashkillab tuvandagi nurg'un uch viloyatlarga oblastga tushib cho'ng tashviqotlarni olib borgan. 2014-yilda shuni qayta takrorlab tushgan vaqtda 2014-ni boshlab uni qabul qilmagan. Biz muqimlik hozir muhim. Tutsanglar jiqadamdan sizlarga yig'ib berolmaymiz. Hozir chiqib qo'yib turgan bo'lsanglar deb o tashviqot 2-yildan boshlab 2014-ni to'xtab qolgan. Menimcha 2015-2012 keyingi yillarda bu to'g'riliq gap etish mumkin emas deb o'ylayman. Chunki ular odam yig'ilganini to'plashganligini hozir texambek ansiraydigan bo'lib ketdi. 8-chi Uyg'urlarning iqtisodiy Xitoylarga qaraganda umumyuzlik tuvan. Ma'rifatning tengsizligi sababli aziz bilimlarni umumlash intayin qiyin bo'lyotdi. Bu iqtisod bir millatningki umumyuzlik ahvoliga bevosita ta'sir etadi. Buni deb o'tirishning hojati yo'q. Xitoylarningki hukumatning bularga alohida bir siyosatlari bo'lg'achqa, bularning umumyuzlik ahvoli, iqtisodiy ahvoli bularningki Uyg'urlar qaragan vaqtda vatanda yaxshi buni hammalar bilamiz. Shuna ma'rifat tengsizliklar va shuna orqali bilim ilish yo'llarimizmi bizga cheklanma uchrayotqachqa aziz bilimni qabul qilgan vaqtda bizniki o'zimizniki qabul qilish darajamiz tuvanroq bo'lg'achqa buni tashkil etadi. 9-chi soqchilarniki zarar cheklash xizmati yaxshi bo'lmagan. Baydab o'tgan 2001dan boshlab 2012-yilgacha bir Amerikaniki aziz ikki tadqiqot turi qatnashgan. Bu ikki tadqiqot turida asosiga xroin chekkanlarnikini tadqiqotni ushlan maqsad qilgan. Bularni kuzish jarayonida biz shu Urumchi shahridagi soqchi organlari bilan hamkorlashgan, hukumat organlari soqchi organlari bilan hamkorlashgan.
bizning aş adamlar tutulib qalsa, ularni qo'ydigan qo'ytinglar deb 500 adamımız vardı, Akçakallarning. Şu jarayonda saqchilar bilan bo'lgan munosabatimiz otdi. Şu jarayonda bizni egardigan uchurlarimdan bilishimcha, masalan, bir Xitoyda odatda 50 gramni ishib ketsa, satqan bo'lsa heroinni, uni cho'qim o'tirdi, o'lim jazosi hukm qildi. Lekin amaliyotda bu bizning vatanda 50 gramni ishib ketsa-mu, tutilib qolganlar botda tadqiqot turdi. Ulan jarimani qo'yayotgan ahvollarni o'z ko'zimizdan ko'rgan. O jarimani qo'ydi ekan, o'sha soqchi idorasi soqchixona o jarimani qo'ygan pulni o'zira olib qilib, o'zining soqchilariga o'sha mukofot qilib, xizmatniki ortiq ishlangan qismlariga o'shanga to'liqlama berayotgan ishlarni ko'rdik. O'ninsi bir qism rayonlarniki ajisib yuqori bo'lib, qaytib to'y qilib, yo'qish ahvolimi ig'ir. Masalan, bizniki Urumchi, Qaramay degandek mushraylar ajisib 30% ishib ketgan ahvollar bor. Bu jarayonda hamda qayta o'qigan ekan, shu to'y qilish jarayonida bir necha qatim to'y qilib qolsa, shu bir yuqumlagan odamlar boshqa o'chish ehtimolligim bor. Oila buzilgandan keyin nurg'un bolalarga boshqalarga ta'sir etadi. Mening leksiyarim mushakchi bo'lsin, hamda savol so'roq qism bo'lsa, qolgan qarindoshlar savol so'rasanglar, shunga asosan men o'zimdan bilgancha savollarga javob bersam. Qarindoshlar savolinglar bo'lsa, o'tirib qo'ysanglar, mikrofonlarni ochib. Farhad, ben bir savol so'ray. Abay masalan, yangi bayqalgan chaqda masalan yenik darajada zukam bo'lganda ehvol ko'rildi dedingiz. Mesela bu vaqtda bir doktorga tekshirsa masalan, shu bayqil bo'lamdi, AIDS virusni uçak bayqil bo'lmamdi. Yo'q, baya ko'zak davr deb so'zlab o'tdik, bir qismini yangi yo'qolmagan vaqtda. Bu ko'zak davrimiz masalan bir xatolik ish qilib, qilgan shu kundan boshlab 2 haftadan 3 oygacha bo'ladi. Adamning o'ziniki ahvoli qarab. Bir qism odamlar 2 haftadan keyin tekshirib chiqalaydi. Bir qism odamlar 3 oydan keyin tekshirib chiqalaydi. Shuning uchun biz umumlashtiriblar 3 oydan keyin tekshirish kerak deb ataymiz. Bu 3 oygacha bo'lgan ariq tekshirib qolsa, AIDS virusidan yuqumlangan taqdirdami, AIDS virusini tekshirolmaydi. Chiqmaydi badandan. Cho'qim ko'zak davrini o'tkazib qayta bir tekshirish kerak. Tushundim. Rahmat. Nəhayət yaxşı leksiya oldu. Bu nəhayət ətraflıq, məzmunluq oldu. Mən yurtdan 98-ci ildə ayrılıb ketgəndikən mən təxi bu əhvallar hazır önçülük eğir emas deb oylagan, demiş qilgəndəmdi. Eyni vaqtlarda 80-ci ilin o'ttirlari keyinki mezgillərdə şu ağ çekkenler, uç kaşkarı xalqның aldınları çekip otursunmuş qandaq bir saqçılar bilan hükümet ahvallarını köygen. Ama bu keyinki mezgillərdə bu şu ağ çekkenler, heroin çekkenlerinin ki köpüyüşü bilen şundaqlama yündən tərəfdə köpürək şu ağ sodisini Uygurlarının qılışı bilen nurgun şu ahvallar, načar ahvallar köpüyüp AIDS'ni köpeytip etken mühim sebep buluş mümkün dep oylayman. 95-nji ýyly tunçy qatym baykaldy digen gep boldy. Demek 25 yıl içinde hazır bizning yurtumuzda ana şiddet bilen öýrüli diyen gep. Onun üstüge 2017'den emes 2014'ten 2017'ge bolgan aralykda baksam qarsam 43 mingden 50 mingge köpeydi, 7 ming adam köpeydi digen sanlyk metodda. Muşu 56 ming. 56 ming ve 56 ming. 43 mingden 56 minggacha. Demek nəhayət şiddet bilen köpeydigen gepde, muşu bir qancha 3 yıl içinde. Muşundaq her bir davrlarda oxşamagan süratlik kenji bulup ma 3 yılda 10 neçe ming köpeyipdi. Bunun aldığınki 10 neçe yıl içinde sal az köpeyipdi. Muşunda başka bir sebepler barmı? Siyaset cihetki yoki bo'lmasa başka bir ahvallar barmı? Ma'lum mezgilde tezlik köpeyip, ma'lum mezgilde sal azroq köpeygenlik.
Endi buningda men 2015 vatandan chiqib ketgan, 2015dan keyingi siyosiy ahvollarni biz to'rdan bilib turyapmiz. Endi shu bo'pmi 2017dan keyingi kamplarni qurilganini jazo lagerniki amniyatda jazo lageri bo'lib qolsa, men 2015dan boshlab shu vaqt qurilishga boshlagan. Men 2015 6-oyda tuvanga bir tushgan kelishdan oldida. Shu tushgan vaqtimizda Makitniki yezig'ichi borgandik. Şu vaqtda Makitniki qumliqqa, tarim qumlig'i yo'lab turib, shu yerda intayin cho'ng tipdagi bir turmdan yaslayotganligini shu vaqt men anglagan. 2015-yillik vaqtlarda yaslayotgan. Shu vaqt yezda tushgan vaqtimizda mushu kampniki ibtidoiy shakllari shakllanib bo'libdiki. Masalan, shu vaqtda hukumatning gaplarini anglamagan, shunday bir odamlar olib qolsa, shu siyosiy o'rganish qilgan maktabda deb qo'ydik-ku, ya'ni kunduzi berib, kechda qaytib keladigan shakllari boshlab bo'lgan 2015-yili. 3 oy vaqt ketdi bu vaqtda. Shu vaqt men besiq bo'lgan. Ham shu vaqtim ko'nglim meni to'yg'andi. Mush kelgusidagi bir ahvolimizga oid xatarligini jiraqtib bo'lgan o'zim to'yg'an. Shuni chatga o'zim chiqib ketishni men qaror qilgan. Shu ko'rish jarayonlarimda. Bu birsiga, yana birsiga nimishkin 2014dan boshlab 2017gacha boysiz degandek 43 mingdan 56 ming shunday ko'tarilib ketgan vaqtda keyin boydab o'tgandek 2006-2007dan keyin jinsiy jihatdan tarqalishni og'ir bo'lib ketdi. Bu normal kishilar to'pi qarab tarqaldi degan gap. Agar bu kasal alayli kishilar to'pida orasida cheklanib qolgan bo'lsa, masalan, oq chekkalning asli bo'lib qolgan bo'lsa, u kishilar hammani bir osonli kishilar to'pi cheklangan bir doira qilib qoladi. Lekin bu jinsiy jihatdan tarqalgandan keyin bu hamda bu butun odamniki normal odamlar qarab tarqaldi degan gap. Bu hamma odamlarniki shu ehtimolligi bor degan gap. Ham o jarayonda bu hozir Xitoyning siyosatida buzuqchilikni keng tashib qo'ygan mazgil. Ya'ni dinni cheklab, xalqni aroq ichadiganga shunday buzuqchilik qilganlar deb shunday tashviqotlarni qilayotgan bir mazgil bo'lg'achqa, bu yoshlarni rag'batlantirib shunga axloqsiz ishlarga bo'tqashqa, buni tarqish ahvoli balkim texnika usti qarab menayotgan bo'lishi mumkin deb o'zimning shaxsiy ko'z qarashi bu. Hemen qarasam 25 yılda hazır 56 ming 2017-yilki sonda 56 ming bo'libdi, ammo 2014-chi 38 ming. Demek 2014'ten 95'ni 19 yılda 19 yılda 38 ming, ama 3 yıl içinde ondan 13 ming köpeyip gitken şunu sorğun. Rahmet. Ferhat, yeni bir sual. Mesela şu bu aydiz bile yuqumlashni abay siz deb o'tgandek Xitoy masalan muqimlikni bana qilib muqimlik bakarak diqqat qilib qolgan xizmatlarni ta'sir etkazgan dedingiz, bu to'g'ri gap. Masalan, mushu aydiz bilan yuqumlash, aydizdan oldin degandek kasallik xalqaro shaklda masalan bizning vatanda ig'irmi yo masalan Jungo tarmog'ida masalan bo'libmi Yunnan va atroflarda shundoq ig'irmi? Demak, cho'g'im ishkir bilan ashtaq organizationlar bilan masalan aloqanglar bormidi? Masalan, shu qolgan rayonlarning masalan ashuni oldin olish yoki bo'lmasa shuni e'tibor berish siyosatlari vatan bilan farq ahvollarini bayqamadingiz. Ishkirlar bizniki bevos aloqamiz yo'q. Ko'pincha bizniki xizmat doiramiz shu Sharq Turkistonning ichidagi cheklangan. Lekin men 2013-yilda bir yil Bejonda bilim oshirish Xitoyning davlat darajasidagi kasallikni olish markazida bir yil bilim oshirishdi bo'lgan. Shu jarayonda men ash bilimniki hamjinslarni kontrol qilish guruhiga ashada bo'lib qoldim. Shu jarayonda asa bilan birga xizmat ishladim necha oy. Shu Beijing shahriniki hamjinslarni qilgan har bir punktlarga shu yerga berib ko'rdik, tanjig'im bordik. Shu jarayonda bularning hamjinslar qatnashgan qilgan xizmatlarnikini xilib yaxshi qilayotganligini his qildim. Chunki u birsiga poytaxt shahar Xitoyniki. Lekin boshqa xizmatlarni ko'rish sharoitimiz bo'lmadi. Chunki ash guruhning cheklanganligim uchun xizmatniki doiram. Lekin boshqa rayonlarda ahvolniki qandoqligini menimcha xabarim yo'q, chunki boshqa yerga berish sharoitimiz bo'lmadi. Lekin bizning vatanda boya bir so'zlashni unutib qolibdimi? Xitoydan iqtisodni tushirdi tuvanga. Tuvanga tushirib, shuni aydizni ishlatsa deydi. İşletkenlik köpünç məbləğlər bay degəndək davalashnikki dorilar işlədidu.
Ani ishib qolgan qismi bo'lib qolsa, tashviqot xizmatlariga ishlatish kerak buni. Bu tashviqot xizmati ishib qolgan pulmi jiq pul qolmaydi. Qolgandan keyin bu hukumat ustidagi o'rinlari biz xizmatimizni qanot yetirish uchun bizga mashina kerak deb boshliqlar mashina oladi. Bu mashinalar cho'qim yaxshiroq mashina bo'ldi. Bu malik dala mashinasi SUV degandek. Bu mashinalar Xitoyda qimmatlanmaydi bilamiz. Bu cho'ng bir chiqim. Ikkinchisi boshliqlarniki komandirlik pullariga, dars so'zlagan pullariga, yig'inlariga ko'proq ishlatadi. Bu bir cho'ng bir chiqim. Eng og'ir tashviqotni, haqiqiy tashviqot varaqlari taqtish, tuvandagi cho'ng tipdagi shundoq tashviqot xizmatlarini qilish, amaliy tuvandagi masalanga xodimlarniki sapasini o'stirish, xizmatchi xodimlarni tarbiyalash, ham shularniki maoshni qo'shish degandek ishlar kelgan vaqtda jiq chiqim qolmay, xarajat qolmay cheklamga uchrab qolgan ahvollar bo'ldi. Bu vatanniki bir nihoyatda bir cho'ng bir Xitoyniki yetersizlik ahvoli, sistemasniki yetersizlik ahvoli, kamchiligini bo'layotgan ishlar bu. Rahmat. Shunaqa mesela abaydılığınız mesela şu kesbi xodimlarning yetishmasligi, sapaning bo'lishi, kasal bo'lgan turmushning tuvan bo'lishi degandek ishlarni mesela şu kesbi xodimlarning o'stirish, saviyasini o'stirish u bu jihatda ishlash tamamen bulduğan ishlar, shundaymi? Emniyatda pullar, mablag'lar mesela shunday yerlarga bormaydi. Hamda şu to'g'riliq ko'proq adam qabul qilish, shular maoshlar ta'minlab, xizmatlar qildirish degandek ishlarga ma'mayotgan gapda, shundaymi? Shundoq to'g'ri. Elden bu davamlıq örləşişləri, bunu bitirişləri çoğun təsir etədir deyə gətdə bir yerdə. Şundoq. Agar ixtisos xodimlarni ko'proq tarbiyalamasa, bu umumiy tashviqotni oldinish xizmatlarida qanot yadrog'ini bo'lmaydi asos jihatdan. Chunki eng oxirini odamga tayyorlaymiz tashviqot xizmatlarida. Ko'pchilik endi boshqa savollar bormi? Şu sağlık qimmat millat tarkibleri bo'yicha ayırgan bir ahvol bormi? Bizning ko'lamda har xil millatlar bor, Qozoq, Uyg'ur, Xitoy degandek, şu Mo'ng'ol deymiz. Şu yuqorqi 56 ming damdoq, mayli 43 ming damdoq shunday bir millat tavalligi bo'yicha ayirgan. Shunda Uyg'urlarning albatta ko'p bo'lishi mumkin, ammo boshqa yana qanday ahvollar bor? Bu millat argan ahvollik material topamadım. Hem Xitoymi o millat argan ahvolni chiqarmaydi. Nimishga desanglar, men 2000 ishlayotgan vaqtimda shu unvon kirmanda bir ajiz to'g'riliq bir maqol yozgan. O maqolda shu ajiz bilan yuqumlanganlarning o'lish nisbatiniki to'g'riliq maqol edi. Uning ichida millat armisin botdi. Shun buni iltimos qilsam, idoraning boshlig'i bunga qo'l qo'yib bermagan, e'lon qilmagan. Şunun için bular pek sezgi tema. Xitoy merkezi bunun yol koymaydı. Millet aragan bu Uygur'un ayrımı çıkıp kalsa onun ayrı yol koymaydı. Elbette bu hizmet jarayonimizda özümüzde yazgan maqalını eklenmeye kaldım. Nurgul materiallar vatanda qap kaldı. Çünkü ben vatandan çıkan vaktimde sayahat bilan chiqaman deb chiqqan, shunga nurg'un ehtiyotlarni qilish sababida materiallarni tashlab qo'yib chiqqan, chegaradan chiqolmay qolmay deb. Shuning uchun nurg'un materiallarım ma'zi qo'lamda yo'q. Lekin xizmat shu vaqt yozgan vaqtda ismni qilishicha Uyg'urlarning yo'qish nisbati 80% ni yuqori ishib ketgan. Bizning Sharq Turkistonda butun ash yuqumlangan ichida 80% dan jiqsi Uyg'urlar, ya'ni yuqumlanganlarniki. Onun uchun o'lish nisbati yuqorilar, ya'ni Uyg'urlar. Lekin bu to'g'riliq torlarda ilmiy maqollarni uchratgan bo'lmaydi Xitoy sababli. Rahmat. Ben bir qo'shimcha qilib qo'yaymi shunaqa. Meningki bir ko'rgan materialimda bizga yuqumlanuvchilarniki 85%ning Uyg'ur ekanligi, qolganlarniki ko'p qismining Xitoy, anandan keyin oz bir qisminiki Tungan ekanligi nim qilgan. Masalan Qozoq, O'zbek yoki boshqa millatlarning asosan yo'q deyarlikda hamda. Bunda aytgan vaqtda 85% Uyg'ur, qolgan 15%niki ko'p qismi Xitoy, oz bir qismi anandan keyin Tungan, Qozoq. Qozoqlarda men ayt oz endi nim qilgancha. Men aniq esimda yo'q qaysi materialda ko'rganim. Men bir necha yil burun ashta ko'rgandim. Parat yani bir şey ben bu vatandan veya vatan to'yib boqmoqchi bo'lmaydi ekanman.
Mesela burun yılki mesela toy qilishdan burun toy xat edish kerak. Toy xat edishdan burun cho'qim shu sayyan nazoratiga berib yilki qon tekshirish deb ayol toy qilmoqchi bo'lganlar qiz qon tekshirish kerak deb gap botdi-ku masalan burun. Hozir bormi yoshda bu ishlar to'xtatdimi? Mesela abaydan mesela yilki qayta toy qilish, qayta o'yinish sababidan buning yuqumli ahvoli ig'ir bo'lmoqda debchi. Mesela shuni mesela bu maqsad tikishmi yo hozir unday ishlarni chiqarib etdimi deymanda, toy qilishdan burun qon tekshirish ahvollarini. Bu dastlabda tekshiribdi burun. Keyin orliqda bir Xitoyda qanday to'y qilishni bir islohot nap bordi. Bir mezgil. Makilishni oldi, aniq yil esimni chiqib qoldi. Islohot qilib, buni texnik bakar erkinroq qilamiz deb bular qon tekshirishni avatdi to'ydan burun. Lekin bizningki Sharq Turkistonda ahvol bir qadar alayda bo'lganligi uchun, ayzdan yuqumli ehtimoli bir qadar yuqori bo'lganligi uchun bir necha yildan keyin buni qonunlashni qaytadan asliga keltirdi. Akeldigan taqdirdimi, masalan ikki tarafda masalan xalqan birisi aytib qolsa, qarshi tarafga bildirib turib to'y qilsa, u vaqtda ma'qul deb yo'l qo'yib bergan bo'ldi. Lekin amaliyotda men xizmat ish jarayonida nurg'un shu aytib qolganlar bilan uchrashdim. Bularni keyin to'y qilganligini anladim. Qarshi tarafnikin ba'zi saqlamasini buni bilmayman, lekin bularni to'y qilganligini men ko'rdim ham anladim. Hatta şu cemiyetimi işte bu buğalınınkine başlar arkasını anlağanlarım buldu. Lekin onu tosp boğulunmaydı ya. Onu bilimiz Xitayda hem işini qılıp pulu bolsa münasibet olsa hem işini qılını buludu. Şunun için bu köpüncü kanun o bu şekilde hem şekil vazıqını bile. Eğer onu qılaman dese ayzub qalğan yuqumlanğıçlar her qanday şekilde arqılıq yani özünə məqsəd yetələydi. Çendim. Ras. Köpçülükninki yani başka soraydigan savollar bormi? Leksiyarimiz bir saatdan açtı. Savollar bo'lsa uzluksiz javob beramiz. Bo'lmasa Farhod sizningki yig'inchoqlab beradigan gapinglar bormi vaqtda? Yana bir oxirida ko'pchilik deb qo'yay, bu kasal hamda biz vatandan ait ig'ir deb o'tgandek. Vatan sirtida bo'lsaqmi, o'zimizni, ya'ni bolalarimizni mushto'g'irliq bir bilim bilan bilinib tursak, buna ait yaxshi. Chunki bu kasalning oldinish bilimini bilish bu bir savat hamda asosiy savatlar hozir. Özümüz qo'g'diganlarimiz, biz keyingi avlodlarimiz qo'g'diganlarimiz. Biz vatanning sirtida saqlab olsak, Xudoyim bo'lsa mavjudligini saqlab tura olamiz. Vatanning ichidagi bu kasal hozir nihoyat xatarlik ahvol, bu kasal taraqqiy qilaversa, mushta ketaversa oldinlamay, yaxshi kontrol qilmasa, butun millatning mavjudligiga bu cho'ng tahdid bo'layotgan bir kasal. Shuning uchun biz vatanning sirtida bo'lganlar o'zimiz cho'qim bu kasaldan oldini olib, saqlanish tadbirini qo'llashimiz kerak. Rahmat. Rahmat, nəhayət məzmunluq obdan bir leksiya oldu. Nurg'ulg'an bilimlarga ega bo'ldik. Vatanninki burun qislar xizmat qilgan vaqtlaridagi hamda AIDS krizining ahvollari, shundaqla hozirgi sirtdan kuzatgan ahvollar anlab qatorliq jihatlarda nurg'ulg'an bilimlarga ega bo'ldik. Ko'pdan ko'p rahmat. Ko'pchilikninki boshqa savol bo'lmasa, yig'in bu leksiyani mishada oyoqlashtirsak bo'ladi. Sizlarga ko'pdan ko'p rahmat Farhod. Vaqt chiqarib shunchalik bilimlarni aymay bizdan o'rtoqlashganlarga ko'pdan ko'p rahmat. Rahmat Farhod. Rahmat. Rahmat. Ko'p rahmat. Ko'pdan ko'p rahmat.